Minecraft tarixida shunday nom borki, uni eshitgan odamlar hanuzgacha qo'rqishadi. Bu nom Entity 303. Ko'pchilik uni afsona deydi, lekin belgilar juda o'xshash. Entity 303 Minecraftdagi eng mashhur creepypastalardan biri. Afsonaga ko'ra, u Mojangning sobiq xodimi tomonidan yaratilgan. U ishdan haydalgach va o'ch olish uchun o'yinga maxfiy entity joylashtirgan. U oddiy Steve'ga juda o'xshaydi, lekin dahshatlisi ko'zlari, oq yoki qizil ko'zlar. Ba'zan esa umuman ko'rinmaydi. Uni ko'rganlar aytishicha, u har doim uzoqdan qarab turadi. Entity 303 darrov hujum qilmaydi. Avval dunyoni buzadi. Belgilar yo'qoladi, fayllar buziladi. Devorlarda qizil yozuvlar paydo bo'ladi. Eng ko'p uchraydigan yozuv 303. Eng qo'rqinchlisi esa, u seni asta-sekin qo'rqitadi. O'yindan chiqib ketishingni xohlaydi. Ya'ni u o'yinchini o'ldirish uchun emas, balki Minecraftni tashlashing uchun yaratilgan. Entity 303 ko'pincha Herobrine bilan solishtiriladi. Lekin Herobrine kuzatsa, Entity 303 dunyoni buzadi. Shu sabab ko'pchilik uni undan ham xavfli deb hisoblaydi. Entity 303 haqiqiy bo'lmasligi mumkin, lekin uni ko'rganlar aytganlari juda ko'p. Eng qo'rqinchlisi esa, u hech qachon o'zini to'liq ko'rsatmagan. Entity 303 bilan bog'liq bo'lgan hikoyalarda doim takrorlanadigan belgilar, qizil rangli yozuvlar, 303 raqami, to'satdan yo'qolib qolgan sandiq yoki eshik, o'z-o'zidan o'chib qolgan fake'lar. Creepypastaga ko'ra, juda eski dunyolarda, uzoq vaqt o'ynalgan serverlarda, juda ko'p o'zgartirilgan dunyolarda, eng qo'rqinchlisi esa, u yangi dunyoda emas, sen bog'lanib qolgan dunyoda chiqadi.